ham qishloqdan kelgansiz. O'zingizni katta olmanglar. Nima men noto'g'ri gapirdimmi? Biz ham odammiz. Bizning ham g'ururimiz bor. Nega doim bizni yerga uraverasiz? Aybimiz qishloqdan kelganimizmi? Nahotki o'z oilamdan voz kechishim kerak bo'lsa, nahotki shunday qilsa? G'urur emish. Qishloqdan kelgan kampirda qanaqa g'urur bo'lsin? Onamni haqorat qilmang. Agar yana bir og'iz gapirsangiz, urasanmi? Hozirroq ketmasang, biz ajrashamiz. Ajrashaveramiz. Jonga tegding. Tupurdim sendek xotinga. Nima? Sen meni tashlab ketmoqchimisan? Qornimdagi bola-chi? O'sha bolangam menga kerak emas. Sendek shallaq xotindan qutulsam bo'ldi. Tashlab keta olmaysan. Oyi, qornim og'riyapti. Shang, nima bo'ldi? Tezroq shifoxonaga. Oyi, biroz achishadi. U bilan topishib olganingizga Chudong janoblari bundan xavotirda jahllari ham chiqyapti. Tuyang, oying qishloqqa qaytmoqchi. Oyijon, tushunmadim, qayoqqa ketasiz? Axir bu sizning uyingiz. Menga ruxsat ber. Oyi, biror xato ish qildimmi? Yo'q bolam, men shaharga o'rganmadim. Sendan ko'nglim to'q. Oyi, agar bu yerda zerikkan bo'lsangiz, qishloqdan hovli olib beraman. Gul ekasiz, tovuq boqasiz. Lekin yonimda bo'ling. Biz endigina topishdik-ku. Tuyang, meni qiynama o'g'lim. Bunday hayotga o'rganmaganman. Ketishni istayman. Oyi, iltimos, hech bo'lmasa bir necha kun qoling. Menga yana tuxum qaynatib bering. Yangi oyoq kiyim tikib bering. Iltimos, oyi. Oyi. Mayli. Men qara, senga oyoq kiyim olib keldim. Qara, bunisi esa kelinga. Oyi!